Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Gaming kanali. Bu o'yin anadir Boq boqish haqida ekan. O'yin nomi Boq, shu Boss Revenge deb nomlanadi. Ma'nosi endi g'alatiroq desam, Boqning qasosi degan video. Ya'ni o'yinning nomi. Bu o'yinni men va Ziyodulla sharhlab boramiz. Salom do'stlar. Bu bizdan hozir tovuq so'rayapti Boq. Xolodilnikdan tovuq olib kelib beramiz. Qani tovuq? Mana tovuq. Aynan tovuq bo'lishi shart emas menimcha. Qorin to'g'risi bo'ladi. Ana Boq. To'ymas ekan bu Boq. Aytib beraylik. Menimcha missiyalar yozib qo'ygan. Xuddi beramiz Boqqa. Tozalash kerak. Vannaga olib kirchi, usha Shisi bo'ladimi? Shisi bo'lar ekan. Bu yerda o'yinchoq o'ynar ekan. Clan boat hisob bilan o'tdi. Ishqalash kerak mana bu. Qo'yamiz. Balandroq qo'yamiz. O'yinni ovozi past ekan o'zi. Qo'yamiz joyiga. Sovunni olib ishqalaymiz. Ishqalaydi. Ishqalaydi. Buni qorni och, to'ymadi bu yeb ichar. So'ray. Boq qo'ldirib yubordik. Rakvinaga tushib ketdi Boq. Voy, boshqa yerdan olamiz endi do'stlar. Ana do'stlar, boshidan o'ynayapmiz yana. Ovozini ham chiqarib oldik. Mana shu garchi yerga tushiramiz uni. Yeb to'ymasdi. Tepalarda yo'q-moqati. Shkaf ochiq bo'lmas ekan. Tovuq so'rayaptimi? Og'ziga tiqamiz tovuq. Ana, to'ydingmi? To'ymas ekan. Xolodilnikda bor narsani beramiz unda. Dumalab qoldi bo'kib. To'yibdi. To'ydi. Hadi yuvdi endi. Yuvarkanmiz endi. Etdik vannaga olib boramiz. Ana feed. Bo'ldi, chiziqcha bo'lar ekan-da. Tush. Bunda olamizda. Birinchi sovunlash kerak deyapti menimcha. Sovunlash kerak. Sovunni olamiz. Mana surilar ekan. Survamiz mana, menimcha bo'ldi. Endi Boq chiqmasa kerak. Kasal bo'lib qoldi. Shamolladi. Qayerga boramiz endi? Mamtamikan? Mana dorilar. Ko'pda o'ynagisi keldi. Olib boramiz ko'pda. Bunga enagalik qilar ekan. Bash ko'pdami? Ko'pdan kayib qoldi. O'ynamaydimi u? Moshinaga o'tqizish kerak. Uxlayotgan. Shkafcha beginam shekilli. Ochilmas ekan shkaf. Ko'pda o'ynayapti nimagadir bu. Ko'pda uchyapti. Yoniga tashlab qo'yish kerakmi? Ana kulyapti, mana shunaqa o'ynaydi shekilli.
Boshqa narsalarni ham bermoqchiman. Biz o'ynarkanmiz, kayf qilarkan. Qanaqa o'ynash bu? Ma. Ma. Ha bo'ldi, uxlayotgan, ashna o'ynayotganmiz. Endi uxlatamiz buni. Ana anteni qiramat. Bitta. Ashtam. Ana. Uxlatdimi? Chirog'ini o'chiramiz. Uxladi endi. Nima qilamiz endi biz? Biz ham uxlasak kerak. Put and both sleep. Uxla degani. Chiqadi. Turdik o'rnimizda. Bo'q. Qalaysan? Nima qilamiz endi? Eshik taqiladi. Kim bo'lishi mumkin? Like bosib obuna bo'linglar. Eshik qayerda hop? Bed first. Birinchi anini turg'izdi bo'qqa. Bo'q yo'qmi? Ana endi. Go shopping. Bo'q ham bor ekan. Yangi bo'q bu. Yangi bo'q keldi do'stlar o'ziga. Ana bo'qqa almashtirib biza. Yoqimtoyroq nimagadir bo'q. Ye, gapirarkan bu. Ye. Nima bo'ldi do'stlar? Intriga paydo bo'ldi endi. Ikkita bo'q, ovqat yo'q. Ya qofiyam. To'ymaydi bu, yeb chiqsa. Nima beramiz ani kattasi, kichkinasiga? To'ymaydi menimcha. Kichkinasiga beruvchi endi. Kichkinasiga berib ko'ramiz. Kelasi ham to'ymaydi menimcha. Yana bitta bo'q. Mana dilingda ana bordi. Nima ekan bu? To'yasanmi? To'ymayapti do'stlar nimagadir. Ashingga ber kichkina, keyin oxirini. Ha bo'ldi bu to'ydi. Mana buni ham to'ydirishga bitta bersa to'yadi bu. To'ydi ikkalasi ham. Ikkalasini ham bittaga o'tiramizmi endi? O'zimiz bo'qqa boramiz birinchi. Ikkinchi bo'qqa boramiz endi. Ko'p to'g'ani. Ovqat sotib oladigan magazinga bordi-yu menimcha. Mana go to shopping deb qo'yganman. Borib kelamiz. Hadi. Bo'qqanda o'tib oldi. Uxlamoqchi bo'q. Kichkina bo'q qani xo'p. Yeb qo'ydim ekan. Menimcha shunaqa. Cho'ta bo'q. Nimadir qildi. Qani? Yeb qo'ydi anani isqirt. Ovqatlab keldik. Ovqat bor. Ana bo'q bilan kelishamadi menimcha. Biz ham uxlaymiz. Bo'qqa nima bo'ldi lekin ikkinchisiga? Like bosib obuna bo'linglar do'stlar mana shu paytda. Ikkinchi bo'q. Bo'q yo'q joyida. Bo'q qanday yoqqa bordi lekin? Qo'y, bu namcha katta ketdi bu. Kalit. Bo'q xafa. Masalan tushirib o'rgan. Bashara qanaqa bashara bu? Nimadir nitoda bu bo'qdi. Tush. Jahl qotdimi?
Basharasini nima qilib oldi bu? Nima qilish kerak endi? Menimcha yana uxlatish kerak buni. Check the shelf. Shelf nima edi? Shkaf bo'lsa kerak, mana tashirib ko'rish kerak debdi. Ochilmaydi shkaf. Nima qilish kerak endi? Boq mashitda yotasan. Uy boq yotmayapti. Ozgina kutishimiz kerak, nimadir bo'lishi kerak. Boq nito. Nimadir tekshiryapti. Hozir do'stlar biz hozir narsani qilib yana videoni yoqamiz. Do'stlar eshik topdik. Mana eshik topildi. Menimcha shunaqa joyga kirdi-ku. Mana boq. Yo boq kelib qoldi orqadan. Yom boq ekan bu. Yo oyoqlarimizni uzib tashladi. Sani ham shu boqqa o'xshab boqmoqchi. Alamini olmoqchi boq bizdan. Ha, bekorga boqqa asosmas ekanda. Va boq qilib qo'ydi bizani o'zimizni. Kattaligini. Uy xaritasimi nima bu? O'zan ko'tarib oldi boq. Bizani o'ziga o'xshatib boqmoqchi bu. Yo'ntirishga olib ketadi katta ehtimol bilan. Namtin nimadir qilib qo'ygan o'sha. Ana qilgan paytda chalg'itib buni aniq qilish kerak. Uydan sira olish kerak. Bizani o'zimizni boqib qo'ydi bu planshet bilan. Boshqaramiz bizni. Movie deyapti. Uni uxlayotganda qochish ehtimoli ham bor agar. Nimadirlar olib olish kerak ashti. Ochmamu. Hozir biz buni uxlashga olib boramiz bo'lmasa. O'zimizga o'xshab boqyapti bizani bu. Mana kalit do'stlar, mana shunday emas, kalit olamiz. Boyagi kalit bilan biz menimcha mashinani haydaymiz. Mana mashinani ballonlarini topib, bu uydan sira olish kerak, chunki bizning oyog'imiz yo'q. Batarya deyapti. Qayerdandir uni topish kerak edi. Har xil xonalarga yuborish kerak-da, buni o'sha kerakli narsalarni topish kerak menimcha. Hozir biz mana shunday endi ballon qidirib ko'ramiz. Bu yerda hech nima yo'q. Pomidor beryapti bizga. Biz bu yerga bordik, endi vannaga borib ko'ramiz. Ballon bu yerda yo'q. Mana ballon topdim bittasini. Oldik. Endi mashinani oldiga boramiz. Bu boq lekin bizani tushunmas ekan, bu yaxshi. Bizga bu yaxshi bo'ladi. Qanday qo'yaman mashinaga? Tezroq qo'yish kerak. Batareya topish kerak edi. Batareya qayerda bo'lar ekan? Yotoqxonaga borib ko'raylik-chi. Uxlatib qo'ymasdi bo'ldi ishqilibsan. Mana nimadir yotibdi yerda. Xo'sh. Joyga borib ko'rdik, endi suvning oldiga borib ko'ramiz, qani. Altta missiyalar yozib qo'ygan lekin. Find way escape. Mana nima bor?
Balon bug bo'lib qoldi menimcha. Searching the house for parts. Tınapamız. Sen oyoqlarimiz kulib ketdi. Xo'p, do'stlar, hozir biz bu narsani topib olib yana yoqamiz. Mana do'stlar, motorni ham topib oldik. Endi planshetdan xonaga boramiz endi. Mana mashina turg'izadi bizani. Qo'yamiz endi. Kopto yo'q. Kopto bilan chalg'itib ko'rish kerak. Ana shu taraflar yuraylikchi. Kopto yo'q bu yerda. Oshxonaga olib bor. Oshxonada ham yo'q kopto. Demak, vannada bo'ladi. Vannada chiqsa kerak endi ko'pda. Endi yo'qotib. Hozir do'stlar, mana do'stlar, hamma narsani olib kelib oldik. Endi bo'q chalg'itish qoldi faqat. Otamiz. Poylab turibsiz. Nima chiqmayapti bu? Basharani. Bundoq qarama. Chiqarib bo'lmayapti nimaga do'stlar, bo'qqa. Suryapti hozir. Ana chiqib ketdi do'stlar. Qatta paydo bo'lib qoldi. Ketdi. Endi do'stlar, tezlik olib boramiz. Oxirgi missiyamiz qoldi menimcha bizani. Endi Antga borish kerak menimcha. Boyaga. Qocholsak qochamiz hozir do'stlar, oxirgi daqiqalar. Qochish so'nggi imkoniyatimiz. Qochish qoldi. Qochish kerak. Voy. Ovoz qaranglar. Bur. Ha, uydan chiqmayapsan, tamom. Do'stlar, nimagadir burilmayapti. Bo'ldi, qochdik do'stlar, menimcha qochdik. Voy! Voy! Yutqizdik menimcha do'stlar. Mayli. Yutqazgan bo'lsak ham o'zingizlar o'ynab ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Agar yuta olsanglar, kommentlarda yozib qoldiringlar. Mayli do'stlar, like va obuna va komment yozib qoldiringlar. Keyingi video nima haqida bo'lsa, Xayr yozib do'stlar. qo'yinglar.